Assalomu alaykum yurtdoshlar. Xizmatdamiz. Bu obyektimizda joylashgan joyi Namangan viloyati Mingbuloq tumani Gigant qishlog'i. Yuklarni zakotobga qilib ish boshlashga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Yuk olgani ochgan joyimiz, xudo xolasa bu joylarni ham yopib, chiroyli tarzda yakunlaymiz. Ish jarayonidan lavhalar qo'yib boramiz. Materiallarni chiroyli tarzda mahkamlab, quyish jarayoniga tayyorgarlik. Video davomida ish jarayonidan videolarni qo'yib boramiz. Hurmatli bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatib boruvchilar, yangi obyektimizni yakunladik. Gigant qishlog'idagi yangi tomimiz Penalombos daxolasi yakuniga yetdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi telefon nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Telegramdan murojaat qilsalaring ham daxolasa borib joylaringni ko'rib, kelishilgan holda qo'yib berib kelamiz. Safarda yurgan akalarimiz, birodarlarimiz bo'lsa, xudo xolasa, ularda obyektlarni ham qilib beraveramiz kelishilgan holda. Ko'rishlaring mumkin. Chetlari bilan bitta bo'lib dimoxodlarigacha qo'yilgan. Bu ikkita dimoxodimiz oshxona qilishsa, oshxonani ventilyatsiyasiga qo'yib ketilgan. E'tiborlaring uchun rahmat.